Assalomu alaykum. Sizlar charchaman. To'g'risi quyonlarimiz ham faqat mana bu konteynerga oldik. Tuxdida videosini chiqardim. Hozir bir uy asalda boshqacha ko'mib tashlabdi, hozir ko'rsataman. Shu tuqqanmidi, axtarapi juda boshqacha turib o'tgan safar tushib ko'rganimda, shu pastda bo'lsa shuni chata olganda salqin yaxshi yotadi, bolalar tug'sa ham ko'paysa ham. U endi ashna qilib ochgan yertini ko'mib tashlabdi. Bag'i ikkinchi uyasi edi. Oldin o'zimiz ochib bergandik, ag'iga o'zi kirib ketgandi. Esli shunda baqa yurmasin deb, ag'i endi qo'shniniga, ba o'zimizda garad. Ziyon tegmasin deb baqarat qildik. Endi qani ochib ko'ramiz, endi nima surpriz kutyapti bizda. Bolalar bo'lsa, nima qilib o'ylab bo'lgan, bilmayman. Xohlasa qani bir ochib ko'ramiz. Xohlasa ochib oldik. Mana ko'ramiz. Yo'q, hali. Damni ocharkanmiz. Qani yana bir qo'l ochib tuproqlarni tepaga otdik. Issiq dog'li, qiynadi-da ko'lamaguncha.